Diqqat! O'zbekiston pensionerlari, 1-mayga tayyor turing, pensiyalar oshiriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Iqtisodiyot va vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Mazkur hujjatda kelgusi yilda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar oshirilishi uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxlarining oshishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori suratda oshirish reja qilingan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga, maoshlarga oid to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9%ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag'lar yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda, davlat ijtimoiy xarajatlarni oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlash izchil davom ettirilmoqda. O'zbekistondagi yoshi katta pensionerlar tezda ogoh bo'ling. O'zbekistonda pensiyani oshirib beradigan firibgarlar paydo bo'ldi. Pensiya jamg'armasi pensiya miqdorini oshirib berishni va'da qilib, firibgarlik qilayotganlar paydo bo'lganidan ogohlantirdi. Qayd etilishicha, shunday yolg'on va'dalar bilan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini olib, ulardan pul talab qilish holatlari kuzatilmoqda. Jamg'arma matbuot xizmati pensiya miqdorini oshirish faqat pensiya jamg'armasi tuman va shahar bo'linmalari tomonidan amalga oshirilishini eslatadi. Unda fuqarolarda pensiyani qayta hisoblash uchun asoslar paydo bo'lganida faqat pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limlariga murojaat qilishlari mumkinligi aytilgan. Pensiya jamg'armasining hech bir xodimi fuqarolarga ko'chada pensiya miqdorini oshirib berishni taklif qilmaydi. Begona shaxslarga pasport, plastik karta yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni hech qachon taqdim qilmang. Rasmiy xabarda shubhali holatlarga duch kelganda fuqarolardan ishonch telefon raqami 1271 yoki ichki ishlar organlariga 102 orqali xabar berish so'raladi. Firibgarlarga aldanishdan ehtiyot bo'ling. O'zbekistonda ayni paytda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori esa oyiga 1,112 ming so'mni tashkil qiladi. Aziz do'stlar, ushbu xabarlarimiz barcha fuqarolarga yetib borishi uchun albatta o'z hissangizni qo'shing. Shunchaki like tugmachasini bosib, xabarni mahalla va qarindoshlar guruhlariga yuboring. Bundan tezkor va so'nggi xabarlarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin.